Ertalabdan dayretimga kelgan iliq xabarlarni o'qib xursand bo'lib o'tirsam, kommentariyada ko'pchilik pirog retseptini to'lig'ini so'rashibdi. 3 ta tuxumni chaqishdan boshlaymiz. Agar mikseringlar bo'lsa, ozgina tuz solib, yaxshilab ko'pirtirib olasizlar. Hamma masalliqdan 12 qoshiqdan solasizlar. Shakar 12 qoshiq, yog' 12 qoshiq, sut 12 qoshiq. Men har doim pyramiddan ishlataman va 12 qoshiq un solib, aralashtirib, razxlitil va vanilin solamiz. Shunaqa massa bo'ladi. Duxovkada 180 gradusda 30 daqiqada pishirib olamiz. Pirog pishguncha obedga go'shtli pirog pishirgim keldi. Xamirga 2 stakan un, tuz, razxlitil, 100 gram margarin, bitta tuxum va pyramiddan slivki solib tayyorlab oldim. Ungacha pirogimiz ham tayyor bo'libdi. Qaranglar qanaqa asal bo'lib pishibdi. Uni sovutishga qo'yib, pirogni ichini tayyorlashga kirishdim. Videodagi hamma narsani to'g'rab, xamirlarni ikkiga bo'lib yoyib, ichiga nachinkasini qo'yib, uni ham duxovkaga joylab oldim. Aytgancha, kechagi videoni kommentariyasida meni qo'llab-quvvatlab yozgan hammaga kattakon rahmat. Hammaga javob yoza olmadim, lekin hammasini o'qib, sizlarga yaqinlarim borligidan juda ham xursand bo'ldim. Pirogimni ustiga saharning pudrasi sepdim. Sizlar xohlagan narsalar bilan bezatsanglar bo'ladi. Tayyorlab ko'rganlar rasmga olib, istoriyada meni atmetga qilib qo'ysanglar, juda ham xursand bo'lardim.